Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede Sadakacı Ruzi. Yaki bizim bugünkü vaziyetimiz Leksiyede Sadakacı Ruzi. Washington'da sözdeyimiz bugün çizdiği 2024 yıl 6. ayının 21. günü vatandaş. Bugün hesapta gün toxtadı, erteden başlap gün qısqaraşqa başlaydı vatandaşım. Bek işsek bugün küllerde. Hava raydımız sizlerge dökülat bir kuya geçerimler. Bizim vaziyetimiz, bugünkü vaziyetimiz bundaq vatandaşım. Birinci vaziyetimiz hazır siz kızıqıvatqan, biz kızıqıvatqan emas. Bir hesapta siz məqsədinizə yetken, biz məqsədimizə yetken bir vaziyet. Yani hazır bu doğruda köp sözleşki bolmaydığandakdır da vatandaş. Bunu mu düşünürsünüz elbette. Şu kısmen alda Amerika avazı da kelivatkan haberlerini sizlerge haber kılımız. Başka torbetlerge yüzücüsümü başka torbetlerde yok. Bu doğruda haberlasanız şahittin. Bırak Amerika avazının video film işleş kanalı torbeti de. Bugün bundak bir haber geldi. Dalai Lama Amerika'ya yetip gelip revmatizm keselini davalaydı. Mavzuluk video film 6. ayının 21. günü Amerika avazı video film işleş torbeti de ilan kılındı. Video filminin haberi mundaq başlandı vatandaş. Tibet'nin ruhani daisi Dalai Lama 21. günü Hindistan'dan qozgulup Amerika'ya kelip revmatizm kesilini davalaş üçün yolga çıktı. Nurgulluğun Tibetlikler ve Tibet'ten dostları aeroportu çıkıp Dalai Lama'nı uzutup koydu. Belki Yeni Dihli aeroportu boz gerek uzutup koydu. Dalai Lama yani bir neçe hafta ötkendiğin keyin 89 yaşqa köredi. Dalai Lama növbəti mətbuatlarının ziyaretini qabul qılğanda mundaq görsətdi. 90 yaşqa körgəndə varis belgileymen dedi. Bu şəhəbdə Dalai Lama Hindistan daramsalada Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Meclisi əzalarından təşkillənən vəkillər ümiki bilen görüşkəndə Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Meclisi vəkillər ümiki mundaq dedi. Beijing Dalai Lama'nın varis belgilişige arılaşmakçı boluvatıdı. Biz bununla yol koymayımız. Tügüde Dalai Lama doğrusu haber. Anında Yeni Dihli, Dharamsala, Hindistan mehman kütüş, mehmanlarını kütüp oldu, ayaklaştı. Hem 21. gün aeroplan kolturup Amerika'ya gelip Amerika'da revmatizm kesilini davalaydı. Bu haberini Amerika avazı video film işleş torbeti de ilan kılınan video filmden aldım efendiler. Hem de yüzümüzde erken koyup sözlediği vaziyet mandak. Bu vaziyet karşı desiniz tarihi karakterlik bir kadem. Ukrayna Avrupa İttifakı əza bulup kiriş söhbeti kiler hepte başlanıdı. Mavzulu haber 6. ayının 21. gün Venvi torbeti ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Fransiya agentliği. Haber kılıp mundaq görsetti. Avrupa İttifakı əza devletler 25. günü Ukrayna ile Moldavyanın Avrupa İttifakı'na əza bulup kiriş söhbetini başlaş hüccetiga təsdiq saldı. Avrupa İttifakı'nın növbəti reisi Belgiya mundaq görsətdi. Avrupa İttifakı əza devlet ministerleri 25. günü Luxemburg şehrinde ilgirkiyen Ukrayna ve Moldavya ile söhbet ötküzüdü. 25. günü Ukrayna ve Moldavya ile söhbet ötküzüdü. Ukrayna prezidenti Zelenski mundaq görsətdi.
Avrupa İttifaqı a'zo bo'lib kirish suhbatining boshlanishi tarixiy xarakterlik bir qadamdir. Prezident Zelenskiyning so'zi Ukrainaning Avrupa İttifaqıga a'zo bo'lib kirishi va buning uchun boshlangan suhbat bu tarixiy xarakterlik suhbatdir. Vatandaşım, bugün siz vatandaşım Asya'da Tibet meselesi bo'yicha g'alaba qildingiz. Avrupa'da Ukraina meselesi bo'yicha urush maydoni turib tursin. Asli boshlanishi shundoq. Ukraina NATO'ga a'zo bo'ladi. Ukraina Avrupa ittifoqi a'zo bo'ladi. Mushu masaladan boshlangan urushga Rossiya mushundaq tajovuz qildi. Bugun Ukraina Avrupa'da Avrupa İttifaqıga a'zo bo'lib kirish suhbatini boshlaydi 25-kuni Lyuksemburg shahrida. Demak, Avrupadagi g'alaba sizning g'alabingiz, Osiyodagi Tibet masalasi bo'yicha g'alaba sizning g'alabingiz, yig'ishtirib kelganda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hukumatining g'alabasi. Hurmatli vatandaş. Yani şunun münasebetlik mi emasmi? Yani bir vaziyet mesela bu Cungo'ga qaratilgan vaziyet. Cungo to'g'risida vaziyet nima desiniz bunda? Cungo Merkezi Bankası o'ng tarafga va sol tarafga qaraydigan bo'lib qoldi. Xalq puli arqa-arqadan paxollashash o'tkiliga yetib keldi. Mavzuli xabar 6-oyning 21-kun Cungo'ga nazar tor beti e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. 6-oyning 21-kun chet ellarda xalq puli ayirboshlash 7-3 mo' o'tkiliga yetib keldi. 1 dollar 7 yuan 3 mo' o'tkiliga yetib keldi. Pulning kursi yana to'xtamay tushishga boshladi. 13 xil pul birligi ichida eng tuvan chekka tushib qoldi. Chunki Markaziy Bankasi sukutda turib qoldi. Cungo iqtisodining ojiz va putirab turolmasligining muhim sababi balki xalq pulining o'z qimmatida ching turolmaganligi bugun Cungo iqtisodini davolg'ib turishidagi bir sabab va asosli sabab deyishdi tahlilchilar vatandoshim. Endi yana bir xabar Cungo'ga munosabatlik. Biz boshdan oxir sizlarga so'zlab kelyapmiz. Nima dedik? 3-chi umumiy yig'in dedik. Shunaqmi vatandosh? 3-chi umumiy yig'inda u qaraladi, bu qaror qilinadi, bu muhokama qilindi degan so'zlarning hammasini inkor qilib, aralaq sizlarga bir leksiya so'zildik. 3-chi umumiy yig'in zaten nimaga qaraydi? Masalan, 16-kuni biz sizlarga leksiya so'zlagan nima dedik? Go'yashan yuqori besimlik tok liniyasiga chaqilmang degan gap asli Xitoy tilidan tarjima qilganda amaliyotda bu nozik masalalarga chaqilmang. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, mayli tuvanda, mayli yuqorida, mayli markaziy komiteti, mayli boshqa yerda. Chaqilmang. Andan keyin markaziy komitetning ba'zi siyosat qarorlari to'g'risida g'avg'o qilmang, fikr talashda chiqmang, g'aybat shikoyat qilmang degandek. Chaqilmang, markaziy komitet chaqilmang. Mushu gap eg'izga chiqqanda 3-chi umumiy yig'in zaten nima ish bor degan edi vatandosh. Endi hozir 3-chi umumiy yig'inda yana mushundaq ish bor degan gap yo'q. Biroq oraliqda mushu 18-kuni, 17-kunlar atrofida Rais Xi Jinping tuyuqsizlik Cungo'ning Shanxi o'lkasidagi Yan'an degan shaharga yetib keldi. Bu Yan'an degan shahar ayni chog'da Mavzudong inqilobining Cungo Kompartiya inqilobining bazasi. Nannivar Royi degan bazasi, Yan'an Royi degan bazasi va 25 ming yo'llik uzun safar bilan biz Shanxi o'lkasi Yan'anga yetib keldik degan Yan'an. Bir nuqtada aytganda Yan'an inqilob tarixida Cungo Kompartiyasining partiya maktabi. Xo'sh, bugun tuyuqsizlar Rais Xi Jinping Yan'anga kelib qoldi. Bu nima ish?
vatandaşım. Mesela konu inkılap bazısı değil. Mesela Yan'an şehrini Cumhur Kompartiyası'nın simvoli değil. Bugün tuyuqsiz. Reis Xi Jinping Yan'an'a kelib bu yerda nima deshin harbiy ishloh xizmati. Ya'ni harbiy ishloh xizmati bo'lganda harbiy ishloh siyosiy xizmati. Bu katta gap ekan, vatandosh. Mushu xizmat bilan Reis Xi Jinping Yan'an'a yetib keldi. Reis Xi Jinping nutq so'zlab bundaq 4 vaziyat, ya'ni 4 xil vaziyatni qo'zg'aldi. Birinchisi dunyo vaziyati. Ikkinchisi davlatning ichki vaziyati. Uchinchisi Cumhur Kompartiyasining, ya'ni partiyaning vaziyati. To'rtinchisi harbiy ishloh vaziyati. Hozir Yan'anda ichilgan mush muhokim yig'inida mayli harbiy ishloh, mayli partiya ishlari, mayli ichki vaziyat bo'lsin, butunlay chet elga qaratilmay yoki chet eldagi ziddiyatlarga qaratilmay davlatning ichiga qaratish. Bu nimaga vatandosh? Bir harakat bormi? Bir harakat boshlamdi, stil tuzitish degandek, ayni chog'da Yan'anda 1942-yili Mao Zedong rahbarligida stil tuzitish elib berilgan, qo'lliq bostirilgan edi. Hatto Cumhur Kompartiyasining a'zolarimi qo'lliq bostirilgan. U tuhmat, bu haqorat, mushundaq kurash. Chunki Cumhur Kompartiyasining kurash qilish shakli uning bu ziddiyatni selish, buning o ziddiyatni selish, ikki ishni talashtirib tomosha ko'rish. Bu Cumhur Kompartiyasining xizmat boshqarish usuli vatandosh. Yani ana shundoq bo'lgan edi 1942-yili. Bugun tuyuqsiz Reis Xi Jinping Yan'anda paydo bo'ldi, nima ish qildi desangiz, hozir harbiy vaziyatni tilga olib, harbiy vaziyatdan ansirab, nima deydi desangiz, qurol yoki miltiq qo'limizda bo'lishi. Ya'ni Cumhur Kompartiyasiga sodiq bo'ladigan kishilarning qo'lida miltiq bo'lishi. Miltiqqa partiya emas, partiya miltiqqa hukmronlik, rahbarlik qilishi. Mushuk sözlerini qayta ta'kidlashga başladı. Mushuningdan hozir ichki vaziyat emas, ichki vaziyat ele fuqarolar qartilgan vaziyat deb tushunsangiz, bu boshqacha bo'lib qolsa, bu qatam ichki vaziyat harbiy ishloh jihatini aytganda, harbiy qism ichida birata senmen qabul qilinmaydigan bir harakat bo'lib qolamdi qandaq. Hozir markaziy komitet harbiylardan ansirashga başladı vatandosh. Şuna hozir tig'uvchi, kurashning tig'uvchini ichki tarafga armiya ichida tavrash yuz berish ehtimolligi bor. Shuning oldini olish, tozalaydiganni tozalash, tartib chiqardiganni tartib chiqarish, zarb beradiganni zarb beradigan darajaga elib armiyani ishini pokizlash. Buning balki boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin, biroq hozirgi vaziyat oldir biz xalqaro vaziyatni qo'yib turaylik. Memleketinin içindeki vaziyetke dikkat qilaylik degan mushu sözning o'zida ko'rsangiz, hozir dunyo vaziyatiga munosabatlik bo'layotgan ishlarda Cumhur Kompartiyasi nimadan andikdi, nimadan ansirdi, nimadan huduqib qoldi. Mana bu bugungi Cumhurning vaziyati, ichki vaziyati biri pul pahallığı, xalq pulning kursi tushyotidi. İkinchisi vaziyat ichida harbiylarning ichki qismiga nazar og'dirish. Mana bu bugungi vaziyati Cumhurning vatandoshi.